90% odamlar ertalabdan shu xatolarni bajarishadi. Birinchisi, ertalabdan ozaman deb nonushta qilmaslik. Nonushta organizmni boshqaruvchi eng asosiy taomlanish hisoblanadi va siz ertalabdan nonushta qilmasangiz, gormonal foningizda o'zgarish, oshqozon ichak kasalliklari, hatto o't tufagida dimlanishga ham olib kelishi mumkin. Natijada esa sizda moddalar almashinuvi sekinlashuvi va ozishni o'rniga aksincha semirishga olib keladi. Ikkinchisi, ertalabdan bo'tqalar iste'mol qilish. Ovsyanka bo'tqasi, grechka bo'tqasi va boshqalar. Bo'tqalar bor yo'g'i 2 soat ichida hazm bo'ladi va 2 soatdan keyin insulin gormonini yuqori bo'lishiga, insulin rezistentlikka va natijada yog'larni ko'proq hosil bo'lishiga va semirishga olib keladi. Buning o'rniga nonushtaga oqsilli mahsulotlar, tuxum, go'sht kabi mahsulotlarni ko'proq iste'mol qiling. Ular obedgacha, ya'ni tushlikkacha sizda insulinni ko'tarilmasligiga va ochlik hissini paydo bo'lmasligiga olib keladi. Va uchinchisi, ertalab kech uyg'onish. Ko'pchilik aynan bugungi kunda kech yotishadi va natijada ertalab juda kech uyg'onishadi. Ondan keyin uyg'onadigan insonlarda gormonal fonda kuchli o'zgarishlar kechadi va natijada bu insonlar kun davomida holsizlik, charchash, energiya yetishmovchiligi va hatto bu uzoq davom etaversa, gormonal fonga ham salbiy ta'sir qilishi mumkin. Buning o'rniga kechqurun vohli yoting va ertalab 6 da, 7 da uyg'onishga odatlaning.